bu qabristonda bunaqa katta hashar eshitishim bo'yicha hali bo'lmagan ekan. Shuning uchun Xudo xolasa bundan buyog'i endi ko'proq bo'lsin. Rahmat. Kelganlarga rahmat. Chapay chalib. Deyarli 80% qabr ustida mana bunaqa rishotkalar bor. Shuning uchun bu rishotkani birinchi olyapmiz. Mana bolalar bilan kimdir buni olib beryapti. Mana bu tomonga chiqaramiz. Bu tomonga. Ochtiramiz. Bu yoqda iloji yo'q. Mashinka tozalayapti. Va tozalab bo'lganimizdan keyin yana qaytib qo'yamiz. Muhimi boshqa qabr rishotkasini boshqa qabrga qo'yib ketmaslik. Xullas kalam. Ish jadal davom etyapti. Haliga aytganimdek, rishotkalari olinadiganlarini olib tozalayapmiz. Olmaydiganlari ham bor, beton qilib ketganlari ham bor. Ularning iloji yo'q. Ukkalarimiz qo'llari bilan fotolarni ko'rsating, o'roqlarda olishyapti. Iloji yo'q. Mana o'sha soat 9 bo'lyapti. Qilgan ishimiz unumli bo'lmayapti. Sabab qabrlar bir-biriga zid joylashgan. Ishlarini tozalasa juda qiyin bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi mana? Hozir shuni olib beradi, rishotgani men shu tozalab beraman. Hurmatli do'stlar, bugun hasharchilarimiz albatta juda faol. Lekin hasharchilarimiz ichida Rasul aka Ko'shirboyev ham ertalabdan beri o'zlarining jamoalari bilan keldilar. To'yga kiyadigan kiyimlarni keyin yuvib, chiroyli qilib berdilar. To'yga borasiz, lekin Rasul aka shunday hashar bo'lib turganda, shunday qabristonni obod qiladigan savobli joyda vatanimizning mana bunaqa qabristonlari go'zal bo'lishi uchun bu kiyimni men bugun hasharga kiyib boraman deb keldilar. Ertalabdan beri meni qo'limni o'rog'im ham olib qo'ydilar. Apparatimni ham olib qo'ydilar. Xullas kalom, mana shunaqa razboyniklik qilib yuribdilar shu yerda. Endi hashar biz uchun har doim to'yda endi aka. O'shanisi yaxshi-da. Shu. Ko'rib yuribman-da, 100 yildan keyin qaysi birimiz bor, qaysi birimiz yo'q. Kimni kim eslaydi? Albatta. Va shu yerda ko'ryapmiz, juda ko'p ba'zi qabrlarni ko'ryapmiz. Bugun eslovchisi, yo'qlovchisi ham bo'lmasligini ko'ryapti. Lekin ular ham qachondir yashagan, biz kabi mana shu yurtdoshimiz bizni yaqinimiz bo'lgan, eng kam vatandoshimiz bo'lgan. Shu boisdan nima deydi, bu qabristonlarni obod qilish ham bir ko'ngilli ham bir yayratadi-da, yaxshi insonni ruhiy oziqa beradi. Shu ma'noda men o'zimga ham juda bugun yaxshi o'tdi vaqtim. O'tayotgan vaqtdan qoniqib yashash bu yaxshi-da. Albatta. Bugungi kunimizdan men o'ylayman, mana shu hasharda qatnashganlar hammasi qoniqadigan bitta kun bo'ldi-da, eng kamida. Shunga xursandmiz aka, shu ishda sizga kuch-quvvat tilaymiz. Hammaga ham mana shuncha odamni birlashtirish. Xursand bo'layotganimiz Toshkentdan kelibdi, boshqa tumanlardan kelgan. Hamma shu ishga hissa qo'shadi. Tojikistondan ham kelibdi, Qozog'istondan ham kelishibdi. Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Buxoro, Farg'onali ukalarim bilan so'rashdim. Qoyil, lekin shunaqa. Bugun hashar ko'pchilikni birlashtirdi. Bu yerda har xil kasb egalari. Rasul akani misol uchun yo'nalishlarini bilasizlar. Meni yo'nalishimiz sport. Mana bu ukalarimizni savdogari bor, zodagoni bor, boshqasi bor. Lekin Rasul aka zalga chiqqanlari bugun bilinib qoldi, chunki 20 yoshli yigitdek to'xtamasdan ishlayotdilar. Bilmadim shu kimdandir qasdini olgandek, apparatni mana shu kallasini olgandek mana shu ismlarini aytib olyaptilar, bilmayman. Kesdimda bugun kesdim. Mana shu kallalarini shu ishoningizlar, bitta-ikkita ilon chiqib qo'y, ilonni ham kallasini uzdilar-da. Ish qilib hayotda uzmay aka ilonni kallasini. Rahmat. Borlariga shukr. Padishkashga keldik tozalab, 12 yosh. Hammamiz qarindoshimiz yotibdi. Hozir 1 soatlarda bo'lamiz. Ko'pchilik kelishdi mana hasharga. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga rahmat, baraka topishsin. Alloh ajrini bersin. Asisiyda akamiz katta bir savol boshlab qo'ygan ekanlar. Shu Instagramda ko'rib Ishlab Xudo xohlasa savoblar olib Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammaga kelganlarga rahmat. Qo'shiq bor-ku, yomg'ir yog'ar qor. Qor tagida qabr bor. Shu qabrning ichida men sho'rlikni otam bor. Hurmatli do'stlar, otasi, onasi tiriklar, hayotlar. Bu gaplarni hamma kinolarda, qo'shiqlarda, kliplarda eshitgansizlar. Qadriga yetinglar deydi. Sabab bu yerda nafaqat meni otam,
Bu yerda minglab insonlarning otalari, farzandlari shunaqa qabrlar ko'rdik, kichkina chaqaloq tug'ilgan, o'lgan yilini hisoblasak, 3 oy, 4 oy, 5 oy mana shunaqalar qabrlarni ham o'qidik. Qarovsiz qolib ketganlarini ko'rib, albatta ozgina ko'zga yosh ham keldi. Mana shu dadam 1955-yilda tug'ilganlar, 88-yilda o'tganlar. Men 3 yosh bo'lganman. Tug'ilgan sanalariga ahamiyat beringlar. 10-oy oktyabr, 7-oktyabrda tug'ilganlar. Ama 7-oktyabrda dadam tug'ilgan kuniga tug'ilganman. Shuning uchun hurmatli do'stlar, ota-onasi tiriklar qadriga yetinglar. Bu gaplarni juda ko'p eshitgansizlar. Mendan ham bir marta eshitsanglar yomon bo'lmaydi. Qabrlarini obod qilinglar. Mana shu bu dunyodagi bori budunmi berishga tayyor edim. Shu otam bilan bir piyola choy ustida suhbatlashib o'tirsam. Erkek bo'lib tug'ilish boshqa. Pasportda erkek bo'lib yozib qo'ygan boshqa. Erkek bo'lib yashash boshqa. Tros yangilagan ketamiz. Ish biz o'ylagandan ham ko'p ekan. Bilmadim. Lekin hasharchilar kamroq kelishdi. Nasib qilganida endi. Buni xabar oluvchisi bor. O'tiraversin, qolganlarini olamiz. Bitta gap bor-ku, qiyomat qoyim bo'lsa ham, qo'lingda ko'chat bo'lsa ekib qol dedi. Nimaga? Chunki mana shu yashillik, daraxt, o'simliklar salovat aytib turadi deyshadi. O'sha o'tganlarga yengillik ma'nosida. Shu boisdan daraxt ekishga harakat qiladi. Biz endi imkon doirasida qurib qolganlarni, tikonlarni olishga harakat qilyapmiz, yashillikni qoldirishga harakat qilyapmiz. Yerzulsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zaboning, alhamdulillah unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r. Umidimiz katta sizdan Botir aka. Yo'q, xudo xolisa. Hurmatli do'stlar, 15:41 biz bu qabristonni ham obod qildik, ya'ni biz buni uddaladik. Mehmonlar qalay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmi, sonlar yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi, yetarli.